Muhim ma'lumot. Barcha hududlarda gaz uchun bazaviy me'yor muddati uzaytirildi. Tabiiy gaz uchun isitish mavsumida belgilangan bazaviy me'yor respublikaning barcha hududlarida 15-martga qadar uzaytirildi. Bu haqida Energetika vazirligi xabar berdi. Ob-havo prognozlarining yangilangan kutilmalariga ko'ra, sovuq havo massasi O'zbekistonning boshqa hududlariga ham kirishi ehtimoli tufayli isitish mavsumi uchun belgilangan 500 kub metr bazaviy me'yor barcha hududlarda 2026-yilning 15-martiga qadar uzaytirilgan. 15-martdan keyin esa ob-havo sharoitidan kelib chiqib, zarur bo'lsa qo'shimcha choralar ko'riladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tabiiy gaz uchun isitish mavsumida belgilangan bazaviy me'yor 15-martga qadar uzaytirilganda